Assalomu alaykum hammaga. Hozir men sizlarga Escafibo strategiyasini o'rgataman. Bu strategiya uchun akalar birinchi o'rinda biz yo'nalishimizni aniqlab olib, ya'ni trendimizni aniqlab olib, undan keyin Fibonacci nastroykasini to'g'irlab olishimiz kerak. Va ko'rishingiz mumkin Fibonacci nastroykasi buni o'zingizlarga screenshot qilib olinglar. 0 0559 0618 0667 0886 05 va 1 urovnlarini qo'yib olganinglardan keyin bu nastroykasi to'liq bo'ladi. Hop, sizlarga maslahat beraman. 0886 urovnini qizil qilib olib, ya'ni bu bizlar uchun stop loss zona bo'ladi va 0667 zonasini ham boshqa rang qilib belgilab olishinglar maslahat beraman. Buni sababini hozir men sizlarga tushuntiraman. Hop, akalar, ko'rasizlar, bu strategiya uchun bizga asosiy instrument Fibonacci hisoblanadi. Fibonacci instrumentining asosiy vazifasini bilasizlar, ya'ni bizga razворотный hamda откатывающий zonalarni ko'rsatib beruvchi instrument hisoblanadi. Hop, eski Fibonacci'da ham xuddi shunaqa vazifa bo'lib, sal farqi bor. Ya'ni dalivka taktikasiga ko'proq mos keladigan nastroykada ishlab chiqilgan strategiya bo'lib, eski Fiboni biz trend bo'ylab ishlatamiz. Ya'ni trendga qarshi ishlatsanglar bu narsa ishlab bermay qoladi. Boshqa strategiyalarga o'xshab. Hozir endi men sizlarga buni grafikda to'liqroq tushuntirib beraman. Hop, akalar, nastroyka qo'ygan bo'lsanglar, ko'rishingiz mumkin, bizda uptrend holati. Bu Fibonacci'da ham xuddi shunaqa, ya'ni minimum maksimum yordamida biz Fibonacci'ni tortamiz. Hop, ahamiyat beringlar, bizda minimum maksimum bor. Fibonacci'ni olamiz, minimumdan maksimum qismigacha tortdik. Ko'rishingiz mumkin 05 0559 0618 hamda 0667 zonalar bizda entry zona hisoblanadi. Hop, bu zonani biz o'zimiz uchun belgilab oldik, entry zona sifatida. 4 ta zona bizda entry zona bo'lgan bo'lsa, 0886 bizda stop loss zona hisoblanadi. Ya'ni akalar, sizlar bu yerdan общий hisobda bir lot kirmoqchi bo'lsanglar, например, xohlasanglar boshidan kiringlar, xohlasanglar 05 formatsiyasidan kiringlar, ya'ni o'rtasidan xohlasanglar bitta lotinglarni 4 ga bo'lib kiringlar. Qanaqa kirishinglardan, qattiq kirishinglardan qat'iy nazar 0886 общий stop loss zona hisoblanadi. Hop, hozir ko'rishingiz mumkin, bizda kirish zona aniq, stop loss zona aniq, lekin take profit aniq emas. Hop, buning uchun bizga va ko'rishingiz mumkin, instrumentlar qatorida chap tarafda Fibonacci qismida ikkinchi bo'lib расширение Fibonacci основной на trendi bor. O'shani olamiz. Bu bizga take profit topish uchun yordam beradi. Buni qanaqa ishlatamiz? Hop, hozir ko'rdinglar, oddiy Fibonacci'ni, ya'ni eskani biz minimumdan maksimumga tortdik. Buni ham xuddi shunaqa, faqat sal boshqacharoq tortamiz. Hop, ko'ringlar va ahamiyat beringlar. Minimumdan maksimumga, maksimumdan 0667 zonasiga tegizamiz, ya'ni 0 urovnini. Mana tegizdik. Ko'rishingiz mumkin 1618, 2618, 3618 va 4236. Ya'ni biz hozir 4 ta take profit aniqlash uchun ikkinchi Fibonacci'ni tortdik. No, bilasizlar, o'sha har doimgi qoida bo'yicha bizani birinchi borib berish kerak bo'lgan tochkamiz, ya'ni birinchi take profitimizda bizani oxirgi qoldirilgan maksimum bo'ladi. Agar buyga kirgan bo'lsak, agar sellga kirilgan bo'lsa, oxirgi qoldirilgan minimum bo'ladi. Hop, hozirgi holatda biz sizlar bilan buyga kirgan bo'lsak, bu holatdan bizning take profitimiz, ya'ni birinchi take profitimiz oxirgi qoldirilgan maksimum, ya'ni 0 urovni bo'ladi. Undan keyin qolgan urovnlar bizga take profit nuqtalar bo'lib ketaveradi. Hop, bizda akalar ko'rishingiz mumkin, entry zonamizga bozor kirib keldi va reaksiya berdi. Endi ko'rishingiz mumkin, yangi minimum va yangi maksimum. Yangi minimum va yangi maksimum bo'lgandan keyin biz qo'rqmasdan yana Fibonacci, ya'ni eskani tortsak bo'ladi, minimumdan maksimumga. Ko'rishingiz mumkin, zonamizga to'g'ri kelyapti. 05 0559 o'sha kirish zonamizga. Bu yerdan ham tortdik, kirish nuqta qildik deb tasavvur qilinglar. Mana bu yerda ham ikkinchi entry, ya'ni ikkinchi setup bo'ldi. Hop, akalar, bu yerda eng asosiy joyi, hozir mana biz o'sha ikkita setup qildik. Ikkalasida ham stop loss zonalar aniq, lekin hozir biz nechta setup qilishimizdan qat'iy nazar, akalar, take profit bizda o'zgarmaydi. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, birinchi setup uchun sizlar take profit topib oldinglar va bu take profit sizlarning mana shu yo'nalishinglar bo'yicha nechta setup qilinsa ham, o'sha nechta setup qilingan taqdirda ham hamma setupinglarga xizmat ko'rsatadigan take profit mana shu birinchi topgan take profitimiz hisoblanadi. To mana shu take profitlarni olib bermagunigacha sizlar take profit boshqa ishlatmaysizlar. Ya'ni take profit uchun ikkinchi Fibonacci'ni tortmaysizlar. Bitta topib oldinglar bo'ldi. Dakansiz o'sha take profit bo'lib qoladi sizlarga. Hop, akalar, take profit nuqtalari haqida gaplashdik. Bu откатlardan, ya'ni bu keyingi setuplardan ham xuddi shunaqa tortsak bo'ladi. Ya'ni yangi minimum, misol mana yangi maksimum, bu yerdan entry zona, например, bu yerdan entry zona tortildi, zonalar to'g'ri keldi. Endi hozir men sizlarga yana ham to'liqroq grafikda tushuntirib beraman. Hop, akalar, hozir ko'rishingiz mumkin, Tillan grafikida 15 minutlik time frame'damiz. Sizlar bilan eski strategiyasini qo'llab ko'ramiz. Hozir ko'rishingiz mumkin, bu yerda bizda razворот holati ketyapti, ya'ni downtrenddan uptrendga. Hozir biz sizlar bilan razворотdan kirishga harakat qilamiz. Hop, birinchi o'rinda bizda minimum bor, maksimum bor. Fibonacci'ni olamiz.
ya'ni SK Fiboni minimumdan maksimumga tortdim. Ko'rishingiz mumkin, mana bizda entry zonamiz, bozor entry zonaga izlaganlar kelib, shu yerda reaksiya bergan. Hop, stop loss zonamiz bizda 0.886 bo'lib qoladi. Take profit topish uchun o'sha boya aytgan Fiboim, ya'ni korreksiya расширение Fibonacci основной на тренде. Buni olamiz minimumdan maksimumga, maksimumdan 0.667 ga olib tushaman. Take profit o'zimiz uchun aniqlab oldik. Endi keyingisi bizda yangi setup, ya'ni yangi minimum, yangi maksimum. Yangi minimumdan maksimumga tortganimizda ko'rishingiz mumkin. Bizda keyingi entry zona, ya'ni buyga kirildi, reaksiya berdi bozor. Endi qaranglar, bu holatda bozor bizga atkat berdi. Atkat berganda ham hali ikkita setapimizni ham stop loss olmadi. Shuning uchun bu yoqda endi har doimgidek sabr qilib kutiladi. E'tibor berishingiz mumkin. Mana bu holatda bizda bozor tasdiq berib qo'ygan, ya'ni buyga razvorot qilganligi sababli ko'rishingiz mumkin. 3-tashdan savdoga kirsa bo'lardi bu yoqda trend liniya bo'yicha. Xuddi shu holatda biz nima ishlatsak bo'ladi? Ya'ni SK Fiboimizni ishlatsak bo'ladi. Buning uchun biz mana bu minimumdan bu maksimumga tortdik Fiboimizni. Mana bizda 3-tasdiq. Ya'ni 3-setup deganim. Adashib ketdim. Ko'rishingiz mumkin, akalar, bitta razvorotda biz 3ta setup ushlab oldik. Endi ko'ramiz necha pips yurib berdi take profit zonamizgacha. Hop, mana bu yoqda bizda birinchi setup, bu yoqda ikkinchi setup, bu yoqda uchinchi setup bo'ldi. Общий hisobda bizda 4 ta Fibonacci'niki va bitta har doimgi take profitimiz bo'yicha 5 ta take profit nuqtamiz bor. Kirish, ya'ni birinchi kirgan nuqtamizdan hisoblaganimizda bozor 5-take profitgacha 2395 pips yurib beribdi. O'ylashim bo'yicha bu yomon natija emas. Конечно, endi akalar hamma buncha pips ushlamasligi mumkin. O'sha birinchi Fibonacci bo'yicha birinchi take profitiga borib berishi ham 870 pips bo'lgan. Xudo xolasa yomon rezultat hisoblanmaydi. Endi men sizlarga hozir buni down trendda qanaqa ishlatishni ko'rsatib beraman. Xo'p akalar, ko'rishingiz mumkin, hozir bizda bu yoqda up trend holati buzilib, down trend holatiga o'zgargan. Endi bizda hozirgi holatimizda mana shu holat sizlar bilan birgalikda hozir ko'rib chiqamiz. Ko'rishingiz mumkin, bu yoqda bizda mana maksimum, mana minimum. Fibonacci'ni down trend holatda maksimumdan minimumga tortamiz. Maksimumdan minimumga tortganimizda ko'rishingiz mumkin. Mana bu zona bizda hop kirish nuqta hisoblanadi. Entry zona bu bo'lgan bo'lsa, stop lossimiz 0.886 bo'ladi. Endi bilasizlar, birinchi setapimizda biz har doim take profit aniqlab olishimiz kerak. Buning uchun bizga o'sha ikkinchi Fibonacci, ya'ni расширение Fibonacci kerak bo'ladi. Uni biz maksimumdan minimumdan 0.667 ga tortib olamiz. Mana Fibonacci'ni tortib oldik. Hozir buni bu yoqqa surib olamiz o'zimiz uchun. Hop, keyingi holat. Keyingi holatimiz mana bizda maksimum, mana bizda minimum. Maksimumdan minimumga tortganimizda mana bizda entry zona bo'ladi. Bu yoqdan kirish nuqtasi stop loss 0.886 da. Hop, keyingisi. Mana bizda maksimum, mana bizda minimum. Ko'rishingiz mumkin. Hop, maksimumdan minimumga Fibonacci'ni tortdik. Mana bizda kirish nuqta. Hop, keyingisi. Mana bizda yangi maksimum va yangi minimum. Fibonacci'ni olamiz. Maksimumdan minimumga tortdik. Mana bizda entry zona ko'rishingiz mumkin, uchidan reaksiya olib ketgan. Bu yoqdan keyingi kirish nuqta. Keyingisi bizda yangi maksimum, yangi minimum. Hop, maksimumdan minimumga tortganimizda mana bu nuqtada bizda zonamizga kirib kelgan. Hop, shu bilan akalar ko'rishingiz mumkin, bizning take profit nuqtamizgacha kelib bo'lgan. Undan keyin уже Fibonacci, ya'ni SK ni tortish maslahat bermaydi. Sababi take profit olindi, yetarlicha yurib berdi. Уже bu yoqga bozor sekin buyga razvorotni boshlagan. Hop, akalar ko'rishingiz mumkin, sizlar bilan bitta, ikkita, 3ta, 4ta, 5 ta setup qildik. Har bitta setupimizni xudo xolasa почти что ochilgan joydan yurib berdi. Stop loss zonaga почти yaqinlashmadi ham. Endi sizlar bilan hozir общий hisobda yurib bergan masofasini o'lchab ko'ramiz. Hop, bu yoqdan birinchi bizning kirish nuqtamiz bo'lgan bo'lsa, take profit zonamizgacha bizda 1700 pips rovno yurib bergan. Hop, 1700 pips ushlamagan taqdiringizda ham 1618 nuqtagacha necha pips yurib beribdi ko'ramiz. Tak, bu yoqdan kirgan bo'lsak, birinchi take profitimizgacha, ya'ni 1618 gacha 600 pips yurib beribdi. Ya'ni 600 pips masofani bosib o'tgan. Xudo xolasa bu yomon rezultat deb o'ylamayman. Hammaga bu strategiya manfaatli bo'ladi degan umiddaman akalar. Xudo xolasa
Bu strategiya orqasidan sizlar foyda qilsanglar, men xursand bo'laman. O'zingizlar ustinglarda ko'proq ishlanglar, bozorda bu narsani ko'proq ko'rib chiqinglar va esingizdan chiqib ketibdi. Bu strategiyani sizlar 5 minutlik, 15 minutlikdan time framedan boshlab yuqorisiga ishlatsanglar bo'ladi. Xo'p, akalar, xudo xolasa keyingi darslarda ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. E'tiboringiz uchun rahmat.